Koreyada issiq havo boshlandi. Bu degani velosayohatga chiqishingiz kerak degani. Koreyada velosiped haydash bu shunchaki sayr emas, bu haqiqiy sarguzasht. Do'stim bilan Yongsu Inchondan Gangnamgacha velosipedda bordik. Yo'l mukammal, 93% velosiped yo'lagi. Shamol yuzlarga urilardi. Atrofda chiroyli manzaralar, hech qanaqa to'siq yo'q edi. Yo'lda 1-2 tanaffus qildik, suv ichdik, biroz dam oldik, lekin Gangnamga yaqinlashgan sari oyoqlarimiz ancha charchagan edi. Axir 4 soat yo'l bosgandik. 60 kilometr degani. Siz tasavvur qilishingiz uchun Jizzaxdan Sirdaryogacha degani. Lekin haqiqiy sinov hali oldinda ekan. Qaytish ancha qiyin bo'ldi, lekin shahar chiroqlari, kechki manzaralar, yo'lda uchragan boshqa velosipedchilar bularning bari charchoqni unutishga yordam berdi. Bu zo'r tajriba edi. Koreyada yoki umuman chet elda yurgan odam buni albatta boshidan kechirishi kerak. Erkinlik, chiroyli manzaralar, silliq yo'llar, bunday hisni boshqa joyda topa olmaysan. Agar Koreyada bo'lsangiz, hech ikkilanmay velosipedda chiqing, afsuslanmaysiz.